Nosirjon aka, buni narxi qanaqa, buni narxi qanaqa? Mebelchiman o'zi. Mebelimga mashina kerak, texnika kerak. Nima tavsiya qila olasiz? Hozir nima bor? Bunga necha litr ketadi? Aka, buni motorini ko'ring endi. Allo. Assalomu alaykum Nosirjon. Assalomu alaykum. Aka, men keldim bunaqaga, aytgan joyingizga tashagan akatsiz. Qanaqa hozir kutib olamiz sizni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, xush kelibsiz. Charchamayapsiz. Xush kelibsiz. Yaxshi keldingizmi? Qiynalmadingizmi? Charchamadingizmi? Marhamat qiling. Marhamat. Bizani sotuv ofisimiz ichkarida joylashgan, marhamat. Qiynalmay yaxshi topib keldingizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Charchab qolmadingizmi? Aka, menga to'g'risi hozir mebelchiman o'zi. Mebelimga mashina kerak, texnika kerak. Nima tavsiya qila olasiz? Hozir nima bor? Men hozir boshqa variantni ko'rdim, unchalik to'g'ri kelmadi, to'g'risi. Narx tomonlama, komfort tomonlama yoqmadi. Nima variantimiz bor? Aynan sizni faoliyatingizdan kelib chiqib, bir qator Fav brendi ostida ishlab chiqarilayotgan texnikalarni tavsiya qilishim mumkin. Marhamat, showroomimizda turgan mashinalar haqida ustida gaplashsak, marhamat. Zo'r bo'ladi, ko'rsatsangiz. Marhamat. Keling. Bu yerda servis ham bormi shunda? Bugungi kunda bizani dilerlik markazimiz ham servis markazi va ehtiyot qismlar ombori ham shu yerda joylashgan. Eng quvonarlisi servis jarayonida yuzaga keladigan zarur bo'lgan ehtiyot qismlari nima deydi, zaxiramizda doim turishi mo'ljallangan. Shu munosabat bilan marhamat, shunaqa tavsiya berganingizni olsam, o'zingizdan keyin qilib ketiraman Favdan, to'g'rimi? Albatta, albatta. Muammo yo'q. Marhamat, tavsiyamizga ko'ra bir qator Fav brendi ostida ishlab chiqarilgan texnikamiz tayyor sotuv yo'q, tayyor holatda turibdi. Bunda gazamizilli shassimiz, samosvalimiz, salarkada harakatlanadigan shassimiz, gaza, то есть benzinli bartovoy texnikamiz, gaz benzinli shassilarimiz borasida aynan sizga tavsiya qilmoqchi bo'lgan narsam oxirida mana bu tent qoplamali benzinda harakatlanadigan 2 tonna yuk ko'tarish quvvatiga ega bo'lgan texnikamiz hisoblanadi. Aynan bu texnikamizni afzalliklaridan va ustunliklaridan desam adashmagan bo'laman. Benzinda harakatlanish jarayonida 10 litr yoqilg'i sarfi, 10-11 litr yoqilg'i sarfi aynan benzinda. Gazi bormi aka? Bu aynan benzinda harakatlanadi, aynan benzinda. Gaz qo'yib olsam bo'ladimi? Bemalol bunga men tavsiya qilgan bo'lar edim. Aynan propan gazini o'rnatsa, birga bir tushib va bevosita texnikamizni yurish anaqasi ham, tejamkorligi ham albatta bundan-da ortadi. Marhamat, buni saloni bilan tanishib ko'rsangiz bo'ladi. Bugungi kundagi quvonarli holati zamonaviy dizaynga ega kabina. O'tirib ko'rsam bo'ladimi? Marhamat, multi rul, elektron displeylar paneli, konditsioner, monitor, 360 kamera bilan jihozlangan. Yana bir qulayliklardan biri bu juda ham qulay va shinam, ixcham, zamonaviyda multi rul, hammasi mujassam bo'lgan kabina bilan jihozlangan. Xo'p. Tak. Bu texnikamizda aynan orqa qismi tent qoplamali hisoblanadi, bord tentli hisoblanadi. Zarur bo'lgan holatlarda tentni ko'tarib olsam bo'ladi. mebelingizni holatdan kelib chiqqan holatda buni uzunroq bo'lib qolsa-da, mebelim. Uzunroq, yo balandroq yoki enliroq bo'lgan holatda buni albatta yechib turib foydalansa bo'ladi, albatta. Bunga hozir anaqasiga gapirmaydimi? Yo'q, hozirgi kunda belgilangan me'yorli darajasida va imkon qadar albatta yo'l qoida harakatlariga rioya qilish kerak. Lekin mabodo zarurat bo'lgan holatda shuni yechib turib foydalansa ham bo'ladi. Muammo bo'lmaydi. Muammosi yo'q. Muammosi aynan umuman yo'q. Buni orqa qismida marhamat, keling. Orqasidan ko'rish holati bo'yicha aynan tent qoplamani yuk ortish holati shu orqali bo'ladi. Mana men hozir yechib qo'yib tayyor qilishga harakat qildim. Ozgina balandlik qilyapti, lekin ichida 15 kub metr sig'imiga ega bo'lgan
kuzov qismi hisoblanadi. Ochish imkoni bormi bundan? Albatta. Uni ochish holatlari ham juda ham qulay, juda ham shinam, juda ham nima deydi? Oson, deymiz, sodda. Shuning uchun unaqa bir ortiqcha qiyinchilik tug'dirmaydi. Marhamat. Uni bort qismi va albatta. Bemalol. Evosda ichki qismi va qatlamini ko'rib turibsiz, qanday konstruksiya bilan jihozlangan. Soddagina, mabodo o'sha zarurat bo'lgan holatlarda ichkini yana bir qo'shimcha tarzda qandaydir bir qulayroq yana keltirishga imkoniyatiga ega. Lekin o'zi sodda, shinam, qulayligi bilan ajralib turadi. To'g'ri turing. Boshdan qo'yib. Anaqasi qolib ketdi avtomat. Chiqarish kerak. Tent qoplamasini shunday ustiga chiqargan zahotingiz, bu albatta qulay sharoitdagi yuzaga keladi. Mana soddagina bundoq qilib yopib qo'ysak bo'ldi. Juda ham qulay, juda ham shinam, juda ham o'ng'ay deymizmi? Sodda qilib aytganda, shu texnikamiz 92 yoqilg'idan tepa anaqada harakatlanadi. Iloji boricha 92 dan tepa bo'lsa, yana ham yaxshi bo'ladi. Xo'p, buni anaqasini qancha deysiz, necha tonnasini aka? Bugungi kunda buni yuk ko'tarish quvvati 2 tonna. 2 tonna ko'taradi. 2 tonna. Lekin bizani doimiy bir xaridorlarimizni bir anaqasi borki, 3 tonna, 4 tonna yuklagan holatlarni ham guvohi bo'ldik. Asli muammosi ko'taryapti. Problema bo'lmagan, lekin. Muammo yo'q. Lekin asli o'zi 2 tonnalik, lekin mijozlarimizning xohish va istaklaridan kelib chiqib, gohida 3 tonna ham bo'lib qoladi. Unda hech qanaqa muammo yo'q. Mashinamiz o'zini juda bir yaxshi tavsiya qilyapti. O'zini juda ham yaxshi ana ko'rsatkichlarini ko'rsatyapti. Bo'ldi, Nosir aka, bu ham mana dizelda dizellashmasan, to'g'rimi? Albatta, bu bunga men hozir misol tent qo'ysam bo'ladimi? Dizelda. Albatta. Lekin buni bu avtomobilimizdan bu texnikamizning farqi, bu bugungi kunda bartavo hisoblanadi. Bu faqat dizelda harakatlanadi. Dizelda harakatlangan. Bu texnika benzinda harakatlanadi. Shu munosabat bilan agar sizga zarurat bo'lgan holda dizel harakatlanish, tent qoplamasini ham yasash shunaqa muammo bo'lmaydi. Xo'p, Nosirjon aka, buni narxi qanaqa, buni narxi qanaqa? Aynan bugungi kunda ushbu texnikalarimizni narxi bu dizelda harakatlanadigan o'sha 2 tonnali yuk ko'tarish quvvatiga ega bo'lgan texnikamizning narxi 329 million belgilab berilgan. Qo'shimcha qiymat solig'i bilan shuni ta'kidlab joyiz. Agar buni ham narxi, bu tent qoplamalikni ham narxi aynan bugungi kunda 329 million. Bu benzinli variant bo'lgan. Bu benzinli variant, Bu bundan farqi, bu dizel benzinli harakatlanadigan va bunisi solarkada harakatlanadi. To есть bu benzin motor, bu dizel motor deymiz. Soddasi bilan aytganda, sizga qaysi biri qulay keladigan bo'lsa, qaysi biri o'ng'ay, menga dizelda harakatlanish qulay yoki menda benzinda harakatlanish qulay deydigan bo'lsangiz, tanlov o'z qo'lingizda. Albatta, ko'rib, qarab, buni ustiga tent qoplamasini yasatish yoki o'sha nima deydi? Nastroyka qilmoqchi bo'lsangiz yoki maxsus bir jihoz, anjomlar tashiydigan bo'lsangiz, ortiqcha cheklovlarsiz bemalol qisam bo'ladi. Bemalol foydalansangiz bo'ladi. Bu yerda samasvallar ham bor ekan, bugungi kunda bizani aynan showroomimizda shassilarimiz, maxsus samasvallarimiz va ta'kidlab o'tish joiz, eksklyuziv bo'lgan gazobenzinli shassimiz sotuvda tayyor holatda turibdi. Shunda gazda ham, benzinda ham yuradi. Bugungi kunda eksklyuziv deganimga e'tirof etganimiz sababi aynan eksklyuziv variantini biz mijozlarimizning istak va talablaridan kelib chiqqan holatda. Bu joyga aytyapsiz, to'g'ri? Albatta, marhamat, kelib yaqinroq tanishsak ham bo'ladi. Bu texnikamizning afzalliklari va ustunliklaridan yana biri o'sha gazda harakatlanish, 345 litr ob'yemga ega bo'lgan gaz balloni bilan jihozlangan zamonaviy gaz ballonlari bilan, uskuna anjomlari bilan. Bu shunda zavodda o'zi garantiya beradi bunga. Xuddi shunday. Bu yerda 200 litrli, bu yerda 145 litrli ballon bilan 345 litr. Bundan tashqari benzinda ham harakatlanish, mana benzin bakini ham ko'rsangiz bo'ladi. Bunga necha litr ketadi? Bunga 15 litr sig'imiga ega. Bu yoqilg'i bilan 15 litr yoqilg'i bilan yo'l davomida 100 kilometrdan oshiq masofani bemalol yuk bilan bosib o'tsangiz bo'ladi. Menimcha yuk bilan ozgina kamroq chiqsa kerak, yuk hisobiga.
Yo'q, 100 endi litrdan kalkamay o'tishi kerak. 100 kilometrdan. 100 kilometrdan. 100 kilometrdan ko'proq yurishi albatta bu sizni yuk ortish va foydalanish qoidalariga rioya qilish albatta o'sha aytganimizdek shahar ichida nima kamroq yurishi mumkin, uzoq yo'lga albatta ko'proq yurish imkoniyatini yaratadi. Resurslari ham zo'r ekan. Resurslari ham ancha baquvvat qilib yasalgan, zamonaviy dizaynga ega bo'lgan texnikalarimizdan bittasi deb faxrlansa arziydigan texnikalarimizdan bittasi hisoblanadi. Aka buni motorini bitta ko'ringlar endi. Aynan marhamat, mana kelib motor bunda. ko'rishingiz mumkin. Tak, buni ko'tarish. motor qulay, juda foydalanishda ham yunli motor bilan jihozlangan, 130 ot kuchiga ega bo'lgan, benzinda harakatlanadigan, aynan qo'shimcha tarzda 50 litrlik benzin baki bilan jihozlangan. Ha. Aynan bugungi kundagi juda ham bir zamonaviy dvigatel hisoblanadi. 130 kuchli dizel, 130 kuchi. Ha. Zo'r o'zi men mebel tashishimga zo'r motor ekan unda. Juda ham o'zini yaxshi tavsiya qilayotgan bugungi kundagi jahon standarti bo'yicha. Yevro necha? Yevro 5 oilasiga mansub. Ha. Gaz bilan anaqa qolsa bo'lar ekan. Bemalol propan o'rnatish ham moyil. Motor muammo yo'q. O'sha belgilangan kafolat muddatlarini ham albatta o'sha ko'rib chiqsak bo'ladi. Hamkorlikda ishlovchi gaz o'rnatadigan tashkilotlar bor. Bemalol o'rnatishyapti, foydalanishyapti. Hech qanaqa muammo yuzaga kelmayapti bugungi kunda. Yo'q, zo'r ekan, menga yoqdi. Marhamat, bu texnikamiz agar anaqa bo'lsa, o'chirib qo'yiraman. Mana ochilishlari ham, yopilishlari ham juda ham qulay. Oson ekan. Ha, juda ham oson. Agar texnikamiz sizga manzur bo'lgan bo'lsa, ofisga kirib, to'lov shartlari bilan qisqacha tushuntirib, tanishtirib o'tsam. Tushuntirib bersangiz, qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi? Marhamat, keling. Marhamat. Xush kelibsiz. Demakki, ushbu transport vositasi sizga o'ylashim bo'yicha ma'qul keldi sizni. Da, hozir menimcha tentovka menga eng qulay variant, eng yaxshi variant shu. Qisqacha sizga to'lov turlari va shartlari haqida tanishtirib o'taman. Bir bevosita VUM avto kompaniyasi tomonidan bugungi kunda hamkorlikda Hamkorbank shartlari, qulay shartlari asosida boshlang'ich 30% to'lov bilan, shuningdek 1 yildan 5 yilgacha kredit yoki lizing asosida xarid qilish imkoniyatiga ham egasiz. Agar sizga to'lov grafiklari haqida batafsilroq ma'lumot bergin desangiz beraman. Sizda to'lov turi qay uslubda bo'ladi? Menimcha naqd qulay bo'lsa kerak, aka. Unda keling, bundoq qilamiz. Siz o'z rik tashkilotingiz yoki o'zingiz nomingizga olmoqchi bo'lsangiz, pasport nusxasidan taqdim qilsangiz, biz qisqa fursat ichida sizga shartnoma tayyorlab va o'sha shartnoma asosida pul o'tkazganingizdan so'ng uzog'i bilan 2 soatda mashinani siz nomingizga rasmiylashtirib beramiz. Ha, muammosiz olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Bo'ldi. Sabab bilan marhamat, pasportingizni bersangiz, qisqa fursat ichida mas'ul xodimlarimiz shartnoma qilib hozir olib kirib berishadi. Bo'ldi, mana shu o'tib turaman. Xo'p, muammo yo'q. Bir piyola choy hozir tashkillashtiramiz siz uchun, sizning mehmon uchun. Muammo yo'q. Shartnoma tayyor. Sizga mashinani yetkazib berish bo'yicha shu shartnomaga imzo qo'yish berishingizni so'ragan bo'lardim. Marhamat, pasportingiz. Rahmat. Va ushbu shartnomani imzo joyiga qo'l qo'yib berishsiz. Mana shu joyga imzo qo'yib berishsiz. Marhamat. Ushbu shartnoma tasdiqlandi va to'lov qilgandan so'ng ushbu texnikamiz sizga tayyor holatda turibdi. Olib chiqib ketaversam bo'ladi. Bemalol olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Charchamayapsizmi? 100% to'lov amalga oshirganingiz bilan tabriklayman. Rahmat. Ushbu texnika endi sizniki. Muborak bo'lsin. Rahmat. Marhamat. Kaliti. Rahmat. Hujjatlarini rasmiylashtirib ichiga tayyorlab qo'yganmiz. Ha. Muammosiz, bemalol harakatlanish ichiga egasiz. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Marhamat. Ishlarni. Barakali texnika sizga nasib qildi. Xudoga shukr. Kelgusi ishlaringizda muvaffaqiyat, omad,
yo'lingiz doim bexatar bo'lsin. Bundanda yaxshi FAV texnikalarini yana sotib olishingizga tilakdoshmiz. Xudo xolisa yana kelaman aka, albatta. Salomat Bundan da bo'ling. zo'rini olishga. Sog' bo'ling. Rahmat.